oxirgi sotim 7-fevral kuni bo'ldi. Onalik huquqni ajratib qo'ydi. Ma'qul emasman men o'zi unaqa bilan chechim bilan menga bolam ko'rishga, ili ana qilishga ruxsat bersin menga. O'zimga qaytarib bersa yana ham yaxshi bolalarimni. O'zim oldimda katta bo'lgani yaxshi. Men u chiqargan chechimga men bunaqa emasman. Ma'qul emasman. Men bolalarim 1,5 yashar bo'lguncha yashadim u bilan. Почти mayarga kelganimda 2 yashar bo'ldi, 8-sentyabr kuni. Men keyin hech qancha anaqa qilmaganmiz, u bilan yashamaganmiz. 9 oy xolamnikida turganman. Men uyda yashagan bo'lsam 1 oy yashaganman. 1 oydan keyin xolamnikida turganman 9 oy. 9-oy kuni ketib borib yashaganimda bankaga tushib qolganman. Radiyom tushib qolib, hech qancha o'tmagan, boshimdan shuncha kunlar o'tgan. Rang masalagacha tushib chiqqanman 1 oyligida. Hech kim menga anaqa qilmagan. Mana shu oxirgi olgan 7-iyul kuni bo'ldi. Aynan pasportlarimni qo'yib, zalogga dori ko'llar oldim. Hozir endi yaxshi qilib qo'yganimda tortib olish maqsadida bo'ldi. Menga yordam bermadi. Просто men hali bansi yotibsam birovlar menga kiyim, mana kiyim kiygizing deb olib kelib berdi. Ashlarniki bilan katta qildim men. Masalan, uning bolasida berish vazifasi. Raddomni olib bergan bo'yicha boshqa kiyim olib bermagan bolalarimga-chi. Kechagina ham shu men u yoqda Jallovatda o'tirdim. O'tirganimda men u yoqda odam yollab qo'ydim doktordan. Bansida o'tdi. Men marta kiygizib jo'natgan kiyimlarim yurdi, 10 kun yurdi bola. Hech nima olib bermagan. 10 kundan keyin meni u yoqdan olib kelgandan keyin ustiga o'shga ekspertizaga olib bordi. Olib borgandan keyin ustiga bitta kurtka olib kiygizibdi. Qolgan hamma yo'lni andirni usti boshga yurdi bola. Kechagina sotda men 12 ming pul jo'natganman dedi. 12 ming pul menga jo'natmagan u pulni. Keyin oxirgi sotda 25-fevral anaqada bo'ldi, yanvarda bo'ldi. Tog'am men 12 ming jo'natganman, shu puldan tog'am berdim senga dedi menga. Menga hech qanaqa pul bergan yo'q-da. Kelakamni telefonlarimgacha tortib olishdi. Bu yerga kelib men o'zim telefon olib kirdik, olib mayerda ishlab kredit to'lab yurib telefon oldim o'zimga. Men ojonim aliment olmaysiz, aliment olsangiz bo'lmaydi deb aliment ham oldirmagan, boshqa ham qildirmagan. Pasobiya olganman, pasobiya ham 8 oy oldim, 8 oydan keyin to'xtab qoldi. Bilmayman, to'xtatib qo'yishdi, 4 oy qolgan to'xtatib qo'ydi. Men yashaganimga 8 oymi 9 oy bo'lib qoldi bu yerga yashaganimga. Videoni men bilmagan holatda podvalda olgan ekan. Telefon qo'yib qo'ygan ekan, men bilmaganman. Men o'zim stress holatga tushib qolganman. Tushib qolib, alamzada urib qo'yganman endi. Men ham yomon yo'lda urmaganman. Tarbiyali bo'lsin deb. Tarbiya yo'lida urganman. Просто achchig'im ichiga chiqib qoldi shu paytda. Keyin men nina saygansan dedim, nina ham saymaganman. Просто ninani olib qo'qitib qo'yganman. Tayog'imdan 2 yo'l urganman, bo'ldi, ashi bo'ldi xolosda. Shu bilan shu vahimaga tushib ketdi, shu bilan mana olib ketdi-da. U yoqda 3 oy o'tirib chiqdim. O'zi 2 oy sansa bergan. 2 oydan keyin yana sudga kelgandan keyin tugab qoldi-da. Tugab qo'ygandan keyin yana kelsam yana qo'shib qo'ydi, 2 oy qo'shdi. U yoqda 3 oy o'tirib chiqdim. O'tirib chiqib 25-fevral anaqada chiqdim, yanvarda chiqdim. Tergovga mayl u yoqdan bu yoqqa olib kelib yurishdi. Bu yoqda 5 kun qolib tergov bo'lib, mana bo'lib yurdi. Просто shu tergov ham hali o'tinishim yo'q deb yozasizda, bo'ldi, ashim bilan tugatib qo'ydi. Почти 2 kunda tugatib qo'ydi tergovni. Kelgandan keyin sud bo'lib mana bo'ldi. Bo'lgandan keyin surib yurishaverdi. Bolaning ahvoli og'ir, anaqa deb yurdi. Bu yoqda odam yo'llaganini bilmadi. Keyin kechagina sudda men onalik huquqdan ajratish bo'yicha sudda men shu bola qo'rg'ov bo'limidagi odamga anaqa savol bering dedi. Yo'q, men savol berdim. Doim sudga kelganda o'rayapti dedilar. Bola yaxshi ekan dedim. Desam, men o'rayotgan bolani o'rayapti deymizlar dedi. Keyin u yerda sudya aytdiki, sen dedi, qachon bordinglar ko'rgan dedi. Fevralda bordik dedi, chislosini aytmadi. Men turib qaysi chisloda bordinglar demoqchi edim, menga anaqa bo'lmadi, keyin kirib ketib qoldi. Menga hali prokuratura videoni berdi, videoni qo'yishni so'rayman dedi, videoni qo'ydi.
qo'ygandan keyin yana chechim chiqargan kirib ketdi. Izalda men bilan urushib anaqa bo'lib ketdi, namanchakka bo'lib ketdi, urushib ketdi men bilan. Men u yerda anaqa bersam, ana shu bolalar qo'rg'ov bo'limiga savol bersam, qachon bordingiz oxirgi marta, qachon ko'rdingiz dedim. Desam, men bormadim, boshqasi bordi dedi. Boshqasi borib ko'rib turdi bolalaringiz dedi-da. O'zi bormagan bolalarga bordi dedi-da, haligi joyda rasatchig'im chiqdi. Zal bilan bitta bo'lib urush bo'ladi, keyin haligilar "Ashday bolam, men chiqib turaray" dedim. Men urushga toqatim yo'q, boshqaga toqatim yo'q, men chiqib turaray dedim. Deb tashqariga chiqdim. Tashqarida turdim, ishonasizmi? Chiqarishga rasm norozi bo'ldi. O'shgacha yozaman, falon qilaman, piston qilaman deb yurdi. Kechagina mana shu men mana shu mashinani urib yuboray dedim yerda, hokimiyatda oldi. Sudga chaqirdi, hech boraman, kech qolib boraman, marta ish berdim, kech qolib bordim. Borib ikkinchi marta chaqirganda bordim, ham mashina yo'lni o'tib kelasam, mashinasini urib yuboray dedi. Endi men bordim. Borib ko'rish maqsadida bordim. Tortib olish maqsadida emas, ko'rish maqsadida bordim So'g'onga. Borsam ko'rsatmadi. Chiqarmadi. Hozir qayerdaligini bilmayman men bolalar. Yo'q tog'asinikidami, o'zimnikidan bilmayman. Ancha bo'lib qoldi, 4 oy bo'ldi mana ko'rmaganimga. Men prosta u bola tortib olsam yana ham yaxshi o'zimga. Prosta men qiz bola otam qo'lda bo'lmaydi-da, men aytganlarchi, ona bilan yurgan yaxshi. Tegilar so'rab surishtirganda otasining qo'lida katta bo'lgan qizlar desa bo'lmaydi-da. Ko'rsatmadi hech ham. Hozir yana boray desam, achchiq ustida turibdi. Shunga bormayapman. Ko'rsatmayapti ham. Kechagina sudda borib ko'rib turaveradi deydi. Chiqqandan keyin borib ko'rib turaveradi. Hozir yana sudda bormaysan, bu ko'rish yo'q deb ashani belgilab qo'ydi. O'g'idek sog'indim. Rosa sog'indim. Qani endi oldimda bo'lib qolsa, rosa yurishlarini sog'indim. Oldimda yurardi deb kelib olib. Aya dishlarini sog'indim. Kech payt mana shu kiyimlarimni quchoqlab olib yig'lab o'tiraman. Men yashab yurgan paytimda meni rosa urgan edi. Burchaklarga turgizib olib, urib, ayini oldiga jo'nataman derdi. O'ldirib ayini oldiga jo'nataman derdi menga. Men u yerda tashqariga chiqib ketardim. Urgan paytda tashqariga chiqib ketardim. Chiqib ketib, hani tashqarida yurib, achchig'i tushadi deb tashqarida yurib, keyin kirardim. Bir yil qishda bolam 7 oylik edi. Samni o'tirib qo'ygan payt edi. Katta qizimni yechintirib, yalang'och qilib qishda tashqariga olib chiqib o'tkazib qo'ydi. Dod deb yig'layman haligi joyda. O'rib qo'ysa kimga zarar bu bola deb dod deb yig'layman. To'qoy eskiradi. 6 oylik bola qattiq eskiradi. Haligi joyda kelganda olib qolmasin, bo'lsa o'zimizga bo'lar pul ketadi deb haligi joyda aldatib yurib, olib kirib, kiyintirib, issiq o'rab, haligi choylarni ichirib, dog' suv ichirib ana qilardim. O'zim 6 oylikdan beri emmay qo'ygan, o'zim operatsiya qilib qo'yganman, pensiya qo'yganman. Emmagan, ashim bilan katta bo'lgan. Kashi ichirardim. Kashi dog' suv ichardi, ashim bilan katta bo'lganman. Hozir ko'rsangiz 2,5 yashar bolaga o'xshamaydi, 1,5 yasharga o'xshaydi. Hozir endi bilmayman, bo'ylar o'sib qo'yganmiz, 4 oycha ko'rmadim. Qanday qo'yganini bilmayman. Menga shu ko'rib turganingiz bo'lmasa, o'zimga berganingizda yaxshi bo'lardi, bo'ladi. O'zim oldimda katta bo'lsin, har qalay. O'zim ota-onamdan ajralganim bitta ulardan ajralmasin deyman-da men. Rosa yaxshi ko'raman. Oydinoy Durdona. Rosa yaxshi ko'raman. Hech kimga bermay katta qilgan bu ikkovini. Otasi ham bir marta ham qo'liga olmagan bo'lardi. Kichkina mana shu katta ishga tushsak, qaynona ishiga tushsak, kichkina quchog'imda borib quchog'imda kelardi. Hech ham olishmas qo'liga. Kattam yaxshi ayasini ismini qo'ygan, ko'tarib bu yoqlarga olib borib, magazinlargacha olib borib aylantirib kelardi. Birda kiyintirib berdi-da, qaynonam bankda yotgandan keyin kiyintirib berdi. Bo'pti deb kiyintirdim. To'xtang dedim, kichkinasi-chi desam, kichkinasi hali jiji qaqib boradi, turib oldi. Keyin ha bo'pti, mayli deb kiyintirib netib anaqa berdim. Olib borib ko'rsatib, netgandan keyin olib keldi. Ishonasizmi, katta setga to'la narsada haligi joyda. Kichkinaga yo'q, hamma yo'q bittadan olingan. Keyin haligi joyda rosa bo'ldim, g'alati bo'ldim. Qani balonga dedim, desam, bu jiji yemaydi bu deb aylanib turib oldi. Emasam ikkosi bir kunda tug'ilgan. Qani dedi, men so'radim. So'rasam, yo'q, olmabman unga anaqa dedi.
Men ana shu kun пособиясini oldim, 2400 so'm oldim. Men ham bir blok pampers oldim, shu bilan hammasi yosh qizga berdim. Ye qizim, mana uni ye qizim. Ye, sendan qolsin keyin nima qilamiz deb hamma yo'q olib berdim shunga. Men ajratish kerak emas, u ham bolasi. Necha kun men boshqa joydan topib olmaganimda u bolani. Ko'z bitta joydan tushgan, bitta bola bo'lgan. Ko'z bir kunda tug'ilgan. Bo'ladi. Men ana shu o'zimga olib berishlar so'rayman bolalarim, o'zim qo'limdan o'zim yurishini xohlayman. Ko'rishga emas, ana shu o'zim oldimga olib berishlar so'rayman-da men. O'zim qo'lim yurgisi keladi. O'zim qo'lim yurgizim keladi bolalarni. Men ham yomon yo'lda qilmadim, yo'ishdichi. Shuni siyib qo'ydi, shunga achchig'im chiqib, shunga urib qo'ydim. Endi yomon yo'lda urmadim men. Tarbiya yo'lida, endi yana qilmagan bo'laman deb yaxshi yo'lda qildim-da men ishni. Men gapirmasdi, yurmasdi ham bularchi. O'sha ojomaga kelib, ojomagida yurib, netib, mashitda boshlandi hamma yo'q. Yurmasdi, gapirmasdi, boshqa qilmasdi. Men endi uni oldida, kuyovim oldida qattiq emasman, boshqa ham qilmasdim. Unaqa bo'lmadi ham, yurmasdi ham, men yurgizmasdim ham-da pashti. Yo'q, yurgizmaganman ham. Bu ishga kelib men juda katta naqa oldim. Mehr oldim, boshqa oldim, hamma yo'ldan topdim-da menchi. Bolalarim yurmasdi, yurdi. Siyishini aytmasdi, aytdi. Bir safar ashimdan bo'lib qoldi. Aytmay qo'ydi, chiqib qo'yganiga aytmay qo'ydi. Ash safar urib qo'ydim-da men. Boshlab hech kimni amma xola bodida demasdi-da. Mashinaga kelib amma xola deb hamma yo'llar deb gapirib qoldi. Bu ham demasdi. To'lka aya deb aytardi, boshqa hech bola demasdi. Shu yerga kelib hamma yo'lda o'rganib, aya deb, buva deb, amma deb, bodida deb hamma yo'lda deb qaynakam Rossiyada qaynakamgacha gapiradi. Bodida deb gapiradi. Aynan qizlarim bo'ladi, qaynakam-chi. Hech kim men bu uyda men boshqa narsa ko'rmadim-da. To'lka mehr oldim, boshqa oldim-da men. Men u yerda zulm ko'rdim, mana kuyovimgida. Necha aytgandan xo'rlashib tashladi, boshqa qilib tashladi, urdi, boshqa qildi. Ayni oldiga jo'nataman deb ashnalargacha bordi. Men kechagina men sudda gapirtirman, boshqa ham qilmadi. Oxiri ash chiqayotgan kunim gapirtirdi. Gapirtirdi, shunday anaqa qilib aytdim. Aytsam ham deb kirib ketdi, 2 soat belgilashdi. Shu bilan 2 soatdan keyin chiqdi. Chiqib ash provatsiya deb yo'liqtirib qo'yib, provatsiya bo'lib qoldi. Shundan beri 7-fevral kuni oxirgi bo'ldi. Shuni ajratib qo'ydi. Bormaysan ham, ko'rmaysan ham deb qo'ydi o'rtaga. Nima qilishga haqqi yo'q-da. Men 2002-yilda tug'ilganman, 6 oylik qolganman men. O'zbekistonga tekkan odam birinchi bo'lib mayga tekkan. Tekindan keyin yerda ajrashib ketgan. Ajrashib ketib O'zbekistonga tegib, O'zbekistonga otam urib qo'ygan. Qattiqroq urib qo'ygan. Orqada bo'ynida ismi uzilib ketgandan keyin jo'natishgan odam yo'qqa jo'natgan. Men paytda men xolam qo'lda emas, enam qo'lda katta bo'ldim. Ayasim qo'lda katta bo'ldim. Men aytganimdek 12 yoshda o'z bo'ynimga olganman men anaqasini qo'zg'olini. Xonaga chiqib boshqa qilib, anaqa yurib o'z bo'ynimga olganman. Stalolarda ishlab yurib anaqa qilganman. Men enam o'tgandan keyin u eshigiga sig'madim men prostachi. Men keyin haliga joyda 2021-yilda nega haliga joyda xabar deb onam buvam eshigiga sig'madim. Kechagina men sudda sen uyingda noming bor ekan uyda. Qanday uyim yo'q deb yuribsan? Men bilganim yo'q uyim borligini. Boshqa borligini bilganim yo'q. Hozir bor men shu qaytib kelganimda uyga borsam kirgizmadi. Kirmaysa anaqa deb kirgizishmadi. Ha bo'pti deb men qaytib kelib, men seni yotkizib anaqa qildim. Endi necha aytganda men uyda ham haqqim bor, men har tomonlama haqqim bor. Tortib olaysam ojon qo'ying, kerak emas bolam tortmaydi degan uchun men indamay turibman. Aytdikida hozir men advokat kerak emas deb anaqa qo'yib yozganim uchun bermadi, nima qilmadi. Men ash sotda Temurlan degan bola bor ekan. Ash bola aytdi. U o'zi ham advokatim o'zi ham yozgan ekanda, men nima qilmayman. Menga boshqalar anaqa advokatlik qilishlar, xohlayman u qizga, u qizni ish qiyin ekan deb yozgan ekan. Keyin haliga joyda men ha bo'pti deb advokatdan bosh tortaman deb anaqa qilib
yozdim. Yozgandan keyin u sotda anaqa qilib o'zingizlar bo'laveradi, o'zingiznikini ko'rib chiqaramiz dedi. Nima dedi, o'zimnikini ko'rishdi. Ko'rishgandan keyin shatir 2 soatdan keyin kirib ketdi, chechim chiqaramiz deb. Kirib ketdi va shundan keyin yo'q qilib qo'ydi. Ana huquqdan ajratildingiz deb chiqarib qo'ydi. Siz o'sha sizdan bosh tortganini qog'ozda ko'rdingizmi yo'q degan advokat misol sizga? Yo'q, dushanba kuni kelasiz dedi. 3 marta bordim. Kecha ham bordim. 5 ta kelasiz dedi. Ha bo'p dedi, bordim. Borsam yo'q, u sudga tashab ketmadi qog'ozni dedi. Ha bo'p dedim, lekin dushanba kuni kelasiz dedi. Pasportingiz bilan anaqa qilaysiz, telefonlaringizni beramiz, dushanba kuni ham ketasiz chechingizni dedi.